Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-mart haftaning yakshanba kuni 2025-yil. Bobashbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Ha, anorgulli ko'ylaklaringiz necha pul? 55 ming so'mdan ko'ylak ishdan. O, sarig'igadir. Donaga ham bormi? Faqat pachka sotilar. Pachkada nechta? Pachkada 3 ta, razmeri 3 taliga. 48 52. Razmerlar 48 dan 52 ga to'g'ri ekan. Materiallar nima material? Miramirmi? Material miramir ekan. Bu tarafingiz nech pul? Mana ikkita uzuni. Hop, uzunlari 45 ming so'mdan qilib beraman. 45 ming so'mdan bu ham nima pachka sotiladi, donaga yo'q. Dona yo'q. Razmer nechtalik? Razmer 2 talik, 52 54. 52 54 ekan razmer. Rasvetkalari 10 xil rasvetka bor. Rasvetkasi ham 10 xil bor deyishyapti. Bular ham mana anorgulli 48 dan 52 gacha razmer, katta razmerlar. Xo'p, nech pul bu? Hop, shu mana rasvetkasida Ha. 55 ming so'm kelishtirib beramiz. 55 ming so'm ekan, pachka narxi. Pachkada 3 ta bo'lar ekan. Donaga sotishmas ekan. Nomeringiz 95lik 95lik 392 392 75 75. 75 ga telefon qilaverasizlar. Dastavka, Telegram, WhatsApp bor hammasi. Gulli bilan hozir esa moda.